Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, ustozlar, yurtdoshlar. Hop, Namangan viloyat Chortoq tumani Peshqo'rg'on qishlog'ida mana bu Cho'nbag'ish ko'chasiga juda ham chiroyli ustaxona, pajarxona ochilibdi. Sizlarni bevosita tanishtirgani keldik. Xudo xolasa, Dehqon Bahrom akamiz farzandlarga juda ham chiroyli qilib ishxona tashkillab beribdilar. Hozir ishkalarni ham olib bevosita sizlarni tanishtirib o'tamiz. Juda ham zo'r ekan. Xudo xolasa, bemalol olib kelib, mashinalarni sotuvga tayyorlaysizlarmi, boshqa qilasizlarmi yoki bo'lmasa bir qirilgan joylari bormi? Chiroylilar. Ukamiz, usta bolamiz, xudo xolasa, ustozlardan duo olib kelibdilar. Xudo xolasa, mana shu joyda juda ham chiroyli qilib ishxona ochishibdi. Bevosita sizlarga ko'rsatib boramiz. Sog' bo'ling. Tushuntirib o'tamiz. Rahmonovani do'mi deb qo'yishar ekan. Bozor ichida o'sha katta chinor daraxti bor. Ashuni oldidan kirganingizda Otash Xolmirzayev ustozimiz rahmatli o'tgan xonadonlarda qolaversa o'shandan to'g'ri tushib kelganingizda ko'cha tugaydi. Ko'cha tugaganda shu mana shu ko'chaga kirib kelasiz. Ikki tomon ketgan yo'l bor. U tomon o'sha Peshqo'rg'onning o'sha tugashi Zovur tomon ketgan yo'l qolaversa bu tomoni mana bu Cho'nbag'ish Arbag'ish ko'chasiga tushib ketish yo'liga ochilibdi bu ishxonamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qilib ish olib boryapmiz ustamiz. Xudo xolasa bu yerda ochilgan yamalarimiz ham bor. Mashina tashqi qismlarini ham juda ham chiroyli qilib remont qilishga sharoitlari yaxshi ekan. Qolaversa mana ustamiz yerinmasdan xudo xolasa ish olib boryaptilar. Usta xolmang endi, charchamayapsizmi? Alloh salomat qilsin. Xudo xolasa juda ham chiroyli qilib ish olib boryaptilar. Bu ukamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Mana ko'rib turibsiz, mana bunaqa led lampalarni qo'yishgan bu yerga. Sababi haligi mashina yoriqqa tushganda yo bo'lmasa qaysidir ma'noda nima bo'lganda, haligi chuqur chaqirlarni ko'rib turish uchun mana lentalargacha, svetlargacha qo'yishgan ekan. Hop. Bu ham bo'lsa, ishi yanada samaradorligini oshirish uchun juda ham chiroyli qilib tashkillashib. Xudo xolasa hammanglar taklif qilamiz. Suvarka apparat deysizmi, kontashni deysizmi, kraska sepadigan apparat deysizmi, hamma narsalarni mana shu joyda mujassam qilishgan. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Xudo xolasa mana shu pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqsanglar, bemalol ishlaringni ham bitirib olsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, bezochlik deydi-ku. Xudo xolasa yengil ishinglarni bezochlik qildirishinglar mumkin. Salomat bo'ling.